zo'r bo'ldi deganlar. Qani bir chiroyli qarsaklar chalib qo'yinglar. Ay rahmat, rahmat san'atkorlarimiz iloyim charchamasin. Shirali ovozlarni odam iloyim ko'z tegmasin. Hamisha oshiq aydin pirlarimiz qo'llab-quvvatlab tursin. El nazaridan iloyim, el nazaridan, yurt nazaridan qolmasin. Qani endi Ortiqo'y ukamizni qo'shiqlari zo'r bo'ldi deganlar ham bir qarsak bo'lsin. Ay rahmat, rahmat azizlarim, sog' bo'linglar. Iloyim o'ynagan qo'llaringiz ham dard ko'rmasin. Azizlar keling, yaxshi niyatlar bilan so'z bersam bo'ladimi endi? Keling endi azizlar, davramizda aziz ustozlarimiz o'tiribdilar, yaxshi niyatlar bilan nasiba akalarimiz bor ekan. Keling. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Bugun yana Saydab akami yaxshi kunda yig'ilgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, bularni tabriklayman. Bolalari baxtli bo'lsin, farzandlari ko'p bo'lsin, xizmatlari buyursin. Baxtli bo'lsinlar. Assalomu alaykum. Ustoz tabriklayman, gelin bilan xizmatlari buyursin. Baxtliman deylardan ham baxtli bo'lsin. Shu ishchilar nomidan sizga bir arzimas sovg'amiz bor edi. Rahmat, rahmat ustozlar, sizlardan ishlaringiz rivojini bersin iloyim. Saydaxon, to'yanalar, Xudoyim yaxshi kunlaringizga, to'ylaringizga nasib etsin. Sog' bo'ling. Azizlar keling, endi davramizga kuyni jo'ralarni taklif qilamiz. Abrorbek boshchilik do'stlari. Qani genglar, vaqtlaringizni olib turmanglar azizlar, genglar. Boshingga ham solganda soya, topgan moling qilmas kifoya. Omad ketsa yuz burmaydigan bir chin do'sting bo'lsa kifoya. Molingga emas oringga sherik, ham yo'g'ingga boringga sherik. Umr bo'yi sen bilan tirik, bir chin do'sting bo'lsa kifoya. Genglar, bo'ylaringizdan aynaning iloyim. Sog' bo'lg'aysizlar, salomat bo'lg'aysizlar. Boshlagan to'ylari muborak bo'lsin do'stingizni. Gelin qiz muborak bo'lsin. Qani yig'ilishib turinglar. Arg'i do'stlaringiz ham kelsin. Bir sinfda o'qigan ekansiz. So'zlaringiz bo'lsin samimiy. Bir dunyoda yashar ekansiz. Do'stlig'ingiz qolsin abadiy. Tabriklaymiz yigitlar. Marhamat. Esa do'stim, tabriklayman. Shu gelinni xizmati otanaga buyursin. Baxtli bo'lg'aysizlar, kelganda yetganda bizlarga buyursin. Nima deymiz? Shu hammoq eng yomon kuning shunday bo'lsin. Yaxshi kuning ko'p bo'lsin. Bola chaqangiz ko'p bo'lsin. Shu ne yoki yaxshi niyatlar bo'lsa hammasi sizlar uchun bugun. Baxtli bo'l. Do'stim, tabriklayman. Shu gelinning oyog'iga yarashsin, xizmati buyursin. Xursandman, Saydabi. Sizlardan tabriklayman gelin bilan. Baxtli bo'lsin shular. Sizlar ham shular baxtidan sog' salomat yuring. Baxtli bo'l Jo'ra. Juratbek Jo'ra tabriklayman. O'g'il qizim ko'p bo'lsin. Uzoqni quvontirsin. Urug' surgan bolalar nomidan ham tabriklayman. Avzatlini. Antonning nomidan. Jurat tabriklayman, baxtli bo'l. Eng yomon kuning shunday bo'lsin, o'g'il qizing ko'p bo'lsin. Baxtli bo'l. Jo'ra tabriklayman, baxtli bo'l. Shu xonadoningga yaxshi kunda kelali. Shu gelinning oyog'iga yarashib, xursand ham bilan Saydabiyman. Shu xizmati buyursin, endi aytganda bizlara. Shu xonadonda yaxshi kun bo'lsin. Baxtli bo'lg'aysan. Jo'ra tabriklaymiz. Baxtli bo'l. Shu ikizdan farzandlaring bo'lsin Jo'ra. Xursand ham bilan shu quvonishib rohatini ko'rib birgaysizlar. Baxtli bo'l. Juratbek Jo'ra tabriklayman. Baxtli bo'l. O'g'il qizing ko'p bo'lsin. Eng yomon kuning shunday to'y bo'lsin. Baxtli bo'l Jo'ra. Men ham shu Jo'ramizga baxt tilayman Jo'ra. Uzoq yosh, uzoq umr tilayman. Hamisha shunday yaxshi kunlarda o'tirmoq nasib etgay. Gelinni oyoq izi ekangizga va qolaversa opangizga, kelganda yetganda shu jo'ralarimizga buyuravergay Xudoyim, qo'ng'ish o'g'laringizga. Shu Azamat endi menga alohida telefon urib aytdi, men nomimdan tabriklab qo'y dedi.
Yine bir mertebe Azamat namından tebriklimen jora. Etirgül xidleri alamga yetti. 2 aşıqlayı boyga yetti. Mana bugün tinglashibdi boyga ve dostlarını teklif qilibdi nikah to'yiga. Juratbek, baxtlimiz jora. Jora, tebriklimen. Uzak. Şu gelen gelinni ayak izi yaraşsın. Endi bayladılar seni ilaca dönmeyeceksin endi. Tebriklimen Jora. Tebriklimiz Jora, baxtlı bu. Uzak yaş, oğul kızın köp bolsun. Baxtlılardan ham baxtlı bu. Jora baxtliman, baxtlı bu. Otanang vaqtına sağam ömür. Juratbek Jora, tebriklimen. Qo'shganing bilan qo'sha qara, eng yomon kuning shunday bo'lsin. Hamisha o'ynab kulib, yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin. Ota-onang xizmatlarida yurib, o'ynab kulib yurgaysan. Baxtli bo'l Jora. Juratbek do'stim, tabriklayman, baxtli bo'l. Gelin bilan qo'sha qara, indigil shu kunlardan ertaroq qo'shdan beshiklikka o'tirg'aylar do'stim. Hamisha sog' salomat yur, yigit boshing egilmasin ota-onangga baxtına. Gelinni xizmat hamisha kelganda yetganda ko'ngil sog'lom ota-onangga bizara buyursin. Sog' bo'l, salomat bo'l do'stim. Sher. Do'stim sher dedi bular. 4 xatar esa do'stim. Maqsadim ne ediyor, muradim nima? O'ziga bo'lib chiqdi men mingan kema. Atrofim orzularga zid bo'lib ketdi. Yo'q do'stim, sen mendan ketdim dema. Jora yana birsini aytaymi men sana shu? Ha? Tunlarning shohidir bu tun ayyomi. Sabab ulug'dir shu tunning nomi. Sizlarga tilaymiz Allohdan bir baxt. Allohim nasib etsin ilohiy bir shirin baxt. Rahmat Jora, tabriklaymiz. Tabriklaymiz Jora. Mahkambek do'stim, meni sherimda ma'no bor, sen qichqirib o'rganing foydasi yo'q baribir. Dostum tebrikliman, gelin bilan baxtli bo'l. Shu gelinni xizmatlari buyursin. Qo'shganing bilan qo'sha qarri, farzandlaring ko'p bo'lsin. Jora, tebrikliman. Baxtli bo'linglar, o'zingizga ko'payinglar. Shu yerda bola bilan hamisha yaxshi kunga binglar inshaalloh. Tebrikliman Jora. Men ham tebriklayman Jora, baxtli bo'l, baxt tilayman. O'g'il qizing ko'p bo'lsin. Indigi shu kunlarda ertaroq beshik to'danga o'tirik. Shu xizmati buyursin, xursand tom bilan saylab yurma. Ganda ketgani bizara. Tebriklayman. Jora, tebriklayman. Qo'shang bilan qo'sha qarri. Baxtli bo'l Jora. Tebrikliman do'stim, baxtli bo'l. Farzandlaring ko'p bo'lsin. Gelin oyoq izi yarashsin. Endigi shu kunlarda ertaroq 5 to'ylarni o'tirmoq nasib etsin. Jo'rachiligimiz buzilmasin Jora. Ras. Jora yana bir marta tabriklaymiz Oddushi. Yana bir marta aytaman Oddushi. Azizlar, ina do'stlari bir dunyo tilak tiladilar. Bir ajoyib qarsak bo'lsin sizlardan ham. Sağ bo'linglar, azizlarim, omon bo'linglar. Hamisha shunday quvonchli kunlarda shunday ajoyib tilaklar bilan qatnashib yurgaysizlar. Hamisha nerda yursangizlar ham yo'llaringiz ochiq bo'lsin, nurli bo'lsin, kisalaringiz pulli bo'lsin. Topganingiz azizlarim hamisha shunday quvonchli kunlara, to'ylara nasib etsin. Marhamat, endi o'tiraveringlar. Bir dam olib olinglar, keyin yana o'yinlarimiz davom etadi. Hali gelin köylerini olsun valislara teklif etemiz. Kollap kotlap devereginde turasla. Kani indi devremizde Ebrar'da yaxşı kıstanma. Yine bir de Xursandcan'ın dostları oturup da bir yaxşı niyetle aytamız dep. Dasturxon to'ldirma topganingni qo'y. Mayli qadah uzatma didoriga to'y. Ostonangni to'ldirib ko'rsatganda bo'y, bir kunda, bir soat do'st uchun yasha. Do'stlari tabriklaymiz. Do'stingizni to'yi muborak bo'lsin.
Sizlardan ham endi ikki og'iz bir shirin tilaklarni eshitamiz. Marks, marhamat. Rahmat. Xursand do'stimizni tabriklaymiz. Shu to'ylari o'ndan bo'laversin, shu gelin bilan shu yigitimiz qo'sha qarisinlar. O'zlaridan ko'payib, xudo xolasa kelasi yildan ertaroq shu 5 to'ylarni ham shu tabriklarga o'tirmoq nasib etsin. Rahmat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun shu do'stimiz Xursand xonadonida katta to'y. Uni sababchilari yana Juratbek va kelini. Men bu ikki yashab maqtayman, baxtli bo'lsin. Shu kunlardan ertaroq Xursandni tabriklab o'tirmoq nasib etsin, shu Go'zaydan kelib. Sog'lik bo'lsin, to'y bo'lsin. Mana shu hamma qatori shu do'stim Xursand. Xursandga gelin muborak deyman. Shu 2 yaşa baxtliman, hamisha baxtli olsun. Eng yomon kunlar shunday bo'lsin. Söhbü uchun ham tabriklayman seni. Cesur. 2 yaşa baxtliman, baxtli bo'lsinlar hamisha. Men ham shu jo'ramni to'y bilan tabriklaman. Shu yoshlar baxtli bo'lsin, o'zlaridan ko'paysinlar. Hamisha shu xonadonda yaxshi kun bo'lsin. Hammangda yaxshi kun to'y bo'lsin. Artık o'pma. Sana geldi. İşedi mağuz attılar. Kim aydılar? Men ham shu Xursand bilan Seydan shu gelin bilan tabriklayman. Xudoyim indigildan shular ertaroq 5 ekkalik o'tirgan xudolarimiz. Tabriklab bizlar ham shu adrosda kelib o'tirganmiz. Baxtli olsun yoshlarimiz. To'ylaringiz muborak, o'ylaringiz muborak. Ko'rganlaringiz to'y bo'lsin, 2 yosh baxtli bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar do'stlar. Sizlar ham uylaringizda yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Shu Xursandjon ham faqat baxtli kunlaringizda shunday yaxshi niyatlar bilan Xudoyim borib qatnashib o'tirmoq nasib etsin deymiz. Azizlar, davramizni dim sovutavermaylik. Endi davramizda gelin kuyovlarimizni xizmatga taklif qilsak, oldilariga qo'yilgan chiroyligina bezatilgan shiringina tortlarni kesib, shampan vinolarni ochib, o'z qo'llari bilan mana shu o'tirgan do'stlarga davramizga ulashtirib qo'ysalar. Marhamat, Juratbek kelinchagimiz qo'llaridan yetaklab davramizga xizmatga chorlaymiz.
Mana endi Kyoto'ra davramizning shohi olmuş, malikasi olmuş kelin-ko'ylani sahnamizning yanına taklif qilamiz. Kelinchagimizni olib kelsangiz, Kyoto'ra oilaviy hamma taklif qilaman. Giyojo'ralar, kelinglar sizlar. Kelinchak dugonalari, qarindoshlar hamma taklif qilaman. Kelin-ko'yli uchun bir chiroyli qo'shiq ijro qilib beramiz. Marhaban. Kelin-ko'ylarimiz uchun maxsus sahnalarimiz ham tayyor. Kelinchagimizni olib keling, Kyoto'ra. Sizlar uchun maxsus sahna bor. Yigitlar, hammada telefon bormi? Zaryadi bormi? Svetlarni yaqalanamiz. Kimda telefon bo'lsa, hamma svetlarni yoqsin. Kelinglar yaqinroq, qarindoshlar, kelinchak dugonalari. Mana yaqinroq kelaman. Yakın, yenem, köpeyşemiz. Şöyle bir manzara. Kılalım. Gözlere tabriklemem. Koşa karınlar, farzandlarınız köp olsun. Ata-analarınızın hizmetine kalıp dualarını alış nasip etsin. Tabriklemem. Xursand ham qani? Xursand a. Said akam neda? Kelinglar. Gözleringiz aydın, tabriklayman. To'ylar muborak bo'lsin. Xizmati bersin kelinchakni. Biyim qani? Said aka keling. Nedalar? Chaqiring. Geldiler mi? Kızlar selam, telefon var mı? Zaryatı var mı? Svetlerine yakalı. Gelin, toylan mübarek olsun. Tabriklemem. Gözleriniz aydın. Fırsat yana gelesiz. Kaçman, gelin. Savalım var. Çeye girdiniz, yaşınız? 46. Şu vakadın biyimini bir valsa teklif etken misiniz? Toyda mı? Biyinkisi başkaça olsun. Ferzatlarını baklı gününler. Ferzatlar bilen birgelikte bir çayla raksa çözsün. Bula mı? Aynen bir karsak olsun. Svetler yakalı, telefonlarını hemmemiz götüremiz. Tayarımız mı? Fırsat az biyimini teklif kılasız ki Kyoto'ra kelinchaknim. Kara gözle. Toylamayamazsın. Hamımız. Telefonlarını götüremiz. Gittik. Kar bulmaz, bülbül gülsüz yaşanmaz. Yaz bahar kar bulmaz, bülbül gülsüz yaşanmaz. Bir güzel silip kaldım, bundan güzel yar bulmaz. Bir güzel silip kaldım, bundan güzel yar bulmaz. Kara gözle kaşı kara gözle, kara gözle,
aklımı başımdan Kaşı kara kara gözler Yarını izlep yola düştüm Vestin istep dile düştüm Yarını izlep yola düştüm Vestin istep dile düştüm Mecnun bulup çöle düştüm Kalbim oldu yara gözler Mecnun bulup çöle düştüm Kalbim oldu yara gözler Kara gözler, kara gözler Kaşı kara, kara gözler Kara gözler, kara gözler Kaşı kara, kara gözler Aldı aklımı başımdan Kaşı kara, kara gözler Aldı aklımı başımdan Kaşı kara, kara gözler Kara gözler, kara gözler Kaşı kara, kara gözler Kara gözler, kara gözler Kaşı kara, kara gözler Aldı aklımı başımdan Kaşı kara, kara gözler Aldı aklımı başımdan Kaşı kara, kara gözler Şu aile için bir karşıya olsun. Tabrikliman. Bakla saadetli olsun Leyla'yım. Koşak arasınlar. Ana endi. Yine bir koşuk aytıp veremem. Gelin görelim oynatamız mı? Göz mıncık, göz mıncık. Bilesmi? Yargınamlı aveyle. Yaldıram. Yaldıram, yargıram. Yamanlardan öyle. Ay ay. Yedik ağabeyimiz. Bakla saadetli olsunlar. Toyla böyle olsun. Bir dana gül bir dana. Beni yarım bir dana gül bir dana Şu yarının delisi ben delisi Beni canım bir dana gül bir dana Şu yarının delisi ben delisi Beni yarım bir dana gül bir dana Şu yarının delisi ben delisi Beni canım bir dana gül bir dana Şu yarının delisi ben delisi
to'yimiz zo'r bo'lib turibdi deganlar bir qarsaklar chalib qo'yali. Ay salomat bo'linglar. Keling farzandlarni bo'ylarini ko'rib quvonib, to'ylarni ko'rib sevinib, to'yxonamizga ajoyib dasturxonlarni yozib mehmon kutgan aziz ota-onalarimizni hurmat va ehtirom bilan endi davramizga taklif etsak. Marhamat Ro'zigul onajonimizni, O'damurod otamizni, Shirinjon onajonlarimizni, Xursandjon Saydaxon barchalaringizni barcha yaqinlar bilan birgalikda davramizga taklif qilamiz azizlar. Onani o'zisan, baxtni ko'zisan. Otangni quvonib aytar so'zisan. Diling dilga bo'lsin bir umr payvand, sen shunday azizsan farzand. Albatta, har bir farzand ota-ona uchun aziz. Keling endi aziz farzandlarga bo'lgan ota-onalarimizni qalbidagi yaxshi niyatlarni, tilaklarni birgalashib eshitsak. Uyg'onasan ostonadan boshlanadi. Umr ahdu paymonadan boshlanadi. Ko'ngil mulki mehr muhabbatchalik guvoh. El-u yurt-u xalq ota va onadan boshlanadi. Ota-onalarimizni yana bir bora farzand to'ylari bilan muborakbod etamiz. Qadrvergan aka, sizdan boshlayveramiz bo'lmasam, baxtli kunlar muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Gelin qiz muborak bo'lsin. Ko'zlaringiz aydinda bo'lsin. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Yana so'z berganlar uchun katta rahmat. Xursandni ota-onalar bilan tabriklayman, gelinim bilan. Shu uzoq yosh keng davlat versin, umri uzoq olsun. Qo'shqarma qo'sha qarasin. Assalomu alaykum aka ukalar, opa singillar. Mana bugun bizlar ukamizni yaxshi kuni, shu 2 yoshni tabriklab o'tirgan ekanmiz. Xursand, Saida, avvalam sizlarni otalik qaynota degan nomingiz bilan tabriklayman. Alloh taolo sizlarga kuch-quvvat bergay. Bundan ham martabangiz baland bo'lgay. Shu yoshlara bog' saodat, keng davlat. O'damurod aka tabriklayman gelinlar bilan. Sizlar hech qachon injimanglar, hamma yosh kuningiz bundan ham mustahkam bo'lsin. Yoshlara yana bir aytaman, baxt, yenadan baxt tilayman. Hammangiz shunday to'ylaringizda bizlarni qo'limizdan kelgancha xizmat etaylik. Alloh taolo hammaga kuch-quvvat bergay. Sog'lik, salomat, oilaviy tinchlik bo'lgay. Shu xursandni kelinin uzoq yashaga. Shu xonadon hamisha to'ydak keladi. Umri uzoq bo'lgay. Shundan ertaroq 55 to'ylanmam shunday etib 10'imiz o'chib, shunday etib o'tiravergaymiz. To'y bo'lgay hamisha. Sazandalarga rahmat. Rahmat og'aylar. Umrlaringiz uzun bo'lsin iloyim. Tilaklaringizni Allohim ijobat etsin. O'damurod aka, ko'zlaringiz aydinda bo'lsin. Aqtiq kelin bilan tabriklaymiz. Qariganda hammani ham qilg'ay aziz. Farzandlari poylariga cho'kkaylar tiz. U xoh o'g'il bo'lsin, xoh guldayin bir qiz. Mehr berib boqqanlari tursin doim. Otam, onam deboni duolarini olsin doim. Xudoyim sizlarni duolaringiz hamisha shu farzandlaringizni qo'llab-quvvatlab turg'ay. Yana bir bora ko'zlaringiz aydinda bo'lsin deymiz. Rahmat. Yana bugun bizlar shu Saida qizim, Xursandiyim, ilk katta o'g'li shu Jur'atbekni boshini ikkita qilyotir ekan. Men Saida bilan Xursandni shu o'g'il to'ylari bilan, kelin to'ylari bilan tabriklayman. Ilohim shu 2 yosh uzoq umr ko'rsinlar, qo'shqanlari bilan qo'sha qarisinlar, baxtli saodatli bo'lsinlar, farzandlari ko'p bo'lsin, xizmatlari ela yurtda ota-onasini buyursin. Shu keyingi to'ylardan hammamiz bir o'tirmoq nasib etaversin. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Rahmat. Jur'atbek bilan baxtli bo'lgaysan Xudoyim. Qo'shqaning bilan qo'sha qarg'aysan. Uni o'sib ketavergaysizlar Xudoyim. Xizmatlaringiz bergay ikkingiz ham. Baxtli bo'lgaysizlar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Umrlaringiz uzun bo'lgay Xudoyim. Shularni baxt kamolni ko'rib o'tirmoq siz ota-onalarga nasib etgay deymiz. Ro'zigilana
Gözleriniz aydın. Aktık gelin mübarek olsun. Tebrikliyimiz. Şu farzandlarınızı, farzandına sizden bir ikki ağız yaxshi gaplarni eshitsak. Dunyoga kelishni intizor kutgani, to'lg'oq azoblarini mard bo'lib yengani, chirog'im yondi deb qalb qo'rin tutgani, dunyoda eng go'zali odamsiz onami, rohat ko'rmay mehnat sharobini ichgani, farzand uchun shirin jonidan kechgani, tunlar turib sovuq beshiklar quchgani, dunyoda eng go'zali odamsiz onami. Agar bemor bo'lsam xasta axtargani, tunlar bedor yotmay darmon axtargani, mana shu gullara yetib yuzlarini ajin tushib sochi oqargani, dunyoda eng go'zal odamsiz onam. Shu onajonlarimiz iloyim farzandlarini baxti kamolni ko'rib quvonib o'tirg'ay hamisha. To'ylarında bosh bo'g'ay. Tabriklaymiz. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mena biz bugun shu Xursandjon balami Mesharibovlar oilasini eng yaxshi ko'rgan balamiz shugunina kelin olib to'y qilib quvonib yurtdi. Mana shu qaynota bo'lgani bilan, qaynona bo'lganlari bilan Saidani ikkisini tabriklayman. Bulara uzoq yosh, keng davlat tilayman. Şu Cüratbek bilen kelinimiz Xudoyim koşa qarib, Xudoyim sağ amay şularga xizmeti bizlere kegen gitkenlerimiz de bizlere de yele künge xizmeti buyurgay. Hemişe siyli, adaplı kelin bulup, Xudoyim eng baxtlıman degenden baxtlı bulup kelinçek kızımız bulup yürgey. Hemişe sağlık, salametlik tilayman bulara. Sağ ama oynap gülübürsünler. Mene bir gün şu yine videoga alıp durgan ülkelerime de kette rahmet. Xudoyim meni yaşıma çıkıp silerem aktıklar, çoğuluklar görüp yürmek silere de nasip etsin. Şu sazendemize de Xudoyim uzak ömür, keng devlet dilime, Xudoyim kette rahmet. Şundi zor etip ötkezip bergenin için minnen min rahmet balam. Senem Xudoyim şunu etip gelin alıp aktık suyup, menin de aktık çoğuluklu bulup yürüvergeyse ata enenge eldinde sağama yürgeyseler. Hemmene kette rahmet, sağlık, salametlik dilime, hizmet etkenlerge kette rahmet. Şu bağalarım hemmene toyunuzda şu kılgan hizmetlerinizi kaytargay Xudoyim. Menem şularda yanında yürüp, o yıllarını becerip verip yürügeymezsilere. Rahmet. Молодец. Rahmet. Rahmet. Roziklana sağ bolang, salomat bolang. Siz ham bugun general qaynona bo'ldingiz. Zvoniyangiz yana o'sdi. Tabriklaymiz. Sağ bo'lg'aysiz Xudoyim. Ammajonlar, ko'zlaringiz aydin. Meram opa. Rahmet. Men ham Xursandjon bilan Saidani tabriklayman Xudoyim. Gelini bilan, qo'shqar bilan qo'sha qariga Xudoyim. Baxtli, saodatli o'g'il qizi ko'p bo'lg'ay Xudoyim. Rahmet. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun shu Xursandjon balamizni shunday yaxshi kunida o'tirgan ekanmiz. Shu kelinimiz Saida bilan Xursandga xizmati buyurg'ay. Qolaversa bizlarada. Xudoyim o'zlaridan ko'payib o'tirg'aylar. Baxtli bo'lsinlar. Rahmet. Rahmat. Ravshana opa, sog' bo'lg'aysiz Xudoyim. Marhamat Shavkat aka, tabriklaymiz. Assalomu alaykum hurmatli davlat qatnashchilari. Mana shu Xursand O'tamart aka, Bahodir abiylar, shu kelin bilan tabriklayman. Ilohim shu yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Juratbek kelinimiz ilohim o'zlaridan ko'paysin. Baxtlimon deganlardan baxtli bo'lsin. Endigi shu kunlardan ertaroq shu 5 to'ylarda o'tirmak, hech kimlarda o'rni o'chmasan nasib etsin. Baxtli bo'lsinlar. Rahmat. Men ham shu Saida bilan Xursandni Karim bilan tabriklayman. Qo'sha qarib, baxtli taxtli bo'lsinlar. Endi shu kunlardan ertaroq 5 to'ylarida kelib o'tirish hammamizga nasib etsin. Hamisha yaxshi kun to'ylar bo'lsin.
Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun shu Xursandjon bilan Saidani xonadonda shunday baxtli ayyomning guvohi bo'lib turibmiz. Juratbek bilan Zilola akam sababchilari. Bu ikkala yoshga baxt, saodat tilayman. Hamisha bularning layli lablaridan kulgu, gulgun chehralardan tabassum arimasin. Bu yoshlar hayotning o'nkur-cho'nkur, past-u baland tekisliklaridan qoqilmasdan, ildam qadamlar bilan hayot yo'llarini qadamlab, hayotlari uzun va ravon bo'lsin. Xizmatlari shu xonadonga el yurtda yuraversin, qarindosh o'g'ilları. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Men ham Juratbek bilan Zilolaxonni shunday ajoyib kuni bilan tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin, tanjallari sog' bo'lsin. Baxtli taxtli bo'lsinlar, xizmatlari buyursin. Hammaning uyida shunday yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Tabriklayman. Assalomu alaykum hurmatli qatnashchilari. Hurmatli davra qatnashchilari, mana biz bugun Xursand bilan Saida singlim xonadonida katta to'yni guvohi bo'lib o'tiribmiz. Juratbek bilan Zilola baxtli bo'lsinlar. Farzandlari ko'p bo'lsin, gula sozlari jip bo'lsin. Unib o'skaylar o'zlaridan ko'paysinlar. Indigil shu kunlardan ertaroq xudolarimiz qo'sha beshiklar kelib o'tirish nasib etgay Xudoyim. Hamisha singlim xonadonda to'ylara yaxshi kunlarga egamiz, baxtli bo'lsinlar. Meram aziz farzandlarimiz Juratbek bilan Zilolaxonni baxt to'ylari bilan tabriklayman. Allohim bu nikohni barakatli qilsin, xayrli qutli bo'lsin Xudoyim. Xizmatlari Xursandda Saidaga, Udamurat akam, Ro'zigul opamlara buyursin, shu yerdagi el ata buyursin, baxtli, saodatli bo'lsin. Allohim ikki dunyo saodatini ato qilsin. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun biz Xursand ukam, kelim Saidalarni shu oilasidan nikoh to'y bo'lib turdi ekan. Shuni sababchisi Juratbek bilan gelinimizdir. Bularga baxt tilayman. Ular ko'p qiz bo'lsin, xizmati buyursin. Voy, kelasi yil shu yildan ertaroq bir 5 to'y etib, inshaalloh o'tirganmiz tabriklab. Baxtli bo'lsinlar, qo'sha qarisinlar. Assalomu alaykum davramiz qatnashchilari. Yine bugün Xursand opam bilan Saida akami xonadonlarida yaxshi kun. Bularning sababchilari Juratbek bilan Zilolaxon. Bularga baxt tilayman. Eng baxtli oilalardan biri bo'lsinlar. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Men ham shu ukam Juratbek bilan gelinimiz Zilolaxonga baxt tilayman. Hamisha baxtli bo'lsinlar. Farzandlari ko'p bo'lsin. Xizmatlari shu akam bilan Xursand opama, qarindoshlarga buyursin. Baxtli bo'lsinlar. Rahmat qarindoshlar, ammalar halollar sog' bo'lgaysizlar Xudoyim. Xursandjonning bojalari bor ekan. Shamshirbek, Rasulbek, Dilshodbek, qani ganglar. Tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Shu yaxshi tilaklarga qo'shilamiz. Xursand shu gangaling baxt olib kelsin. To'ylaringizga to'yavlansin, yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin. Tabriklaymiz yana bir marta. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Kichanalari o'tiribdi davramizda. Tabriklaymiz bexalla. To'ylar o'ng bo'lsin. Rahmat. Men ham Juratbek balam bilan Zilola gelinime uzoq yosh tilayman. Sog' salomat yursinlar Xursand. Tabriklayman to'ylar bilan. Baxtli bo'lsinlar. Qaynotama nesi bilan tabriklayman. Qayna bo'g'anlaringiz bilan tabriklayman. Shu qo'sha qarasınlar. Metni azoblarda safi ko'payaversin. Sevib, sevilib yaşasınlar. Hamisha baxtli bo'lsin. Rahmat. Bejalla sog' bo'lgaysizlar Xudoyim. Muborak opa, tabriklaymiz. Ko'zlaringiz aydin. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Hurmatli mehmonlar, yine şu günkü Saida bilan Xursandni shu to'yi bilan tabriklayman, gelin bilan tabriklayman. Xudoyim baxtli bo'lsinlar, uzoq umr ko'rsinlar. Biye
Artık gelin bilen tebrikliyim. Bahadır eke, Kadir eke, sizler de tebrikliyim. Hudayım hizmetleri buyurgay. Şu metni yazıplar sülalesine hizmeti buyursun. Gelinlerimiz köpeğe versin. Ağayın tebriklimiz. Şu gelirlerde birinci sınavsız, ikinci sınav alıp oturğundan üçüncü edip hiç kimnin onu ölçmesin. Hemmege şu gelin alsın, nasip etsin. Tebrikliyim. Sen gidem şunu deyip oturayım. Hele kıstan mı dursansa ikincisine hadi. Hele siz ikin gelip bolayık. Tudam radaki. Rızgınene. Şu hem aktıklarınızı üçüncü gelin alıp oturuş. Baş bu buruşlarınızı bize haklıyız. Tebriklimiz sizler şu gelinler aktıklar bilen, gelinler bilen, aktık gelinler bilen. Ne o deyimiz? 2 yaş baklı olsun, koşkanımla koşa karısın. Hizmeti il yurta kalırsa karındaş toğalara buyursun. Ağayın tebriklimiz. Rahmet öge. Şimdi o isberi ya, o isberi sor. Rahmet ağaylar. Sağ bo'g'aysizlar, to'ylar muborak bo'lsin. Muratjon, kuyov bola tabriklaymiz. Kuyovni payg'ambarlar siylagan dedi. Kuyovli bo'lganlarning xonadoni azizlar qo'rg'onli bo'lsin. Tabriklaymiz. Kuyov bola, to'ylar muborak. Rahmat Xursand ha. Shu gelin bilan tabriklaymiz. Havo. Qo'shqa bilan qo'sha qarasan. Havo. O deymiz, qo'shqa bilan qo'sha qarasan, yaxshi kunlarga kelik. Havo. Xizmatlari buyursin. Havo. Sayda bilmez şu eneme qanatanızda qandayınızda mesela yaxshi kunlarni xizmatlar beraver iloyim havo. Tebriklayman de. Tebriklayman de. Yaxşı menem şu 2 yaşa baxt dilayman. Baxtlı bo'lsinlar, Cüretbek ukam, baxtlı bo'l. Eng baxtliman degan ailelerden biri bo'g'aysizlar ilohim. Hech qachon g'am g'ussa sizlarda boshqa tushmasin. Hamisha quvonib, kulib yuringlar. Baxtli bo'linglar, serfarzand bo'linglar. Xizmatlaringiz ela yurtda, qarindosh tug'ana buyuravergay. Baxtli bo'ling. Og'a biye tabriklayman. Xizmati buyursin. İlahım farzandlaringiz qolganlarning to'ylarini etib, birgalikda hamma o'rni o'tmasdan jam bo'lib o'tirmoq nasib etsin. Baxtli bo'linglar. Men ham shu og'am bilan biyimni gelin bilan tabriklayman. Iloyim yaxshi baxtli bo'lsin. Qo'shqanlar bilan qo'sha qarasizlar. Metni yoziblar savolasini yana bir gelin bilan tabriklayman mayzi. Xizmatlar buyurgaylar. Rahmat. İkkala ukamadan baxt dilayman, baxtli bo'lsinlar. O'g'il qizlar ko'p bo'lsin. Eng baxtliman deganlardan ham baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Cüretbek, tabriklayman uka. Xursandda, sizlardan ilk murodingiz bilan tabriklayman. Rahmat. Xizmatlari buyursin, qo'sha qarisinlar, baxtli bo'lsinlar. Baxtliman degan oilalardan ham baxtli bo'lsin. Xizmatlari buyursin. Ana, tabriklayman sizlardan. Biye. Rahmat. Ağayın tebriklayman. Baxtli bo'l. Şu Xursand taomni şu chayda biyimi gelin bilan tabriklayman. Xizmatlari buyursin. Eng yomon kuni shunday bo'lsin. Ağayın yana bir marta tabriklayman. Muborak xalalari bor ekan. Geling xalajon, ko'zlaringiz aydin. To'ylar muborak. Rahmat. Men ham shu singlim Saydani, ukam Xursandni gelin bilan tabriklayman. Xudoyim shu gelin bilan xonadoningizga yaxshiliklar kelgay, xayr baraka kelgay iloyim. Cüretbek bolam, tabriklayman. Qo'sha qarg'aysizlar. Dunyodagi eng baxtli oilalardan bo'lgaysizlar. Eng yaxshi tilaklarim sizlarga. Rahmat, rahmat xalajonlar. Iloyim aytganingiz kelsin. Maqsadjon, tabriklaymiz ukam. To'ylar muborak.
Shu ukalaringizda sizlardan ham bir ikki og'iz yaxshi niyatlarni eshitamiz. O'ng'indan bo'lsin iloyim. Xudoyim hammangizni xonadoningizda shunday yaxshi kunlar bo'lsin, xizmatlari buyursin deymiz. Men ham uyga ziyo istayman. Zahmat bo'lsa dunyo istayman. To'ydan bol sabo istayman. Uyda to'yi bo'lsin har kimni. Yaxshi niyat o'yi bo'lsin har kimni. Tushgan qalbga ko'r bo'lmoq uchun, sevgi ko'zga nur bo'lmoq uchun, belda quvvat, zo'r bo'lmoq uchun, chidash, bardosh bo'lsin har kimda. Aka, uka bo'lsin har kimda. Ko'zlaringiz aydin. Rahmat. Men ham shu fursatni biyimni tabriklayman. Kelinlar bilan, qayna-qaynota bo'lganim bilan xizmati buyursin. Ular vaqtini opam sog' yursin. Ular rohatlarini ko'rsinlar. Sağ olsun. Rahmat. Men ham hamma do'stlarlar xatari 2 yaşa baxt dilayman. Baxtli bo'lsinlar. Ata-onasına xizmati buyursin. Xursand gelin bilan tabriklayman. Iloyim xizmati buyursin. Aqtiq çoğuqlar suyib o'tirish nasib etsin. Biz ana eldimizda enam sog' yursin. Baxtli bo'lsinlar. Ağam bilan bir baxtli olsun. Xudoyim xizmatlari otam bilan bema buyursin. Xudoyim shunday yaxshi kunlar nasib etaversin. Yomon kuningiz bo'lmasin. Eng yomon kuningiz shunday to'y bo'lsin. Xursand ağa, Seyid abiye tabriklayman. Gelin mübarek. Cüretbek, ülkeye tabriklayman. Baxtlı bo'lgaysizlar. Shu qo'shqaning bilan qo'sha qari. Farzandlaring ko'p bo'lg'ay. Sizlarga xizmatlari buyursin. Ishida o'tirgan qandoshlar hammasini tabriklayman, xizmatlari buyursin. Bo'ldi. Kim gapirdi endi? Beraga. Menem ağam bilen biyimi gelin bilen tebriklimen. Hizmeti buyursun, baxtlı bolsunlar. En yaman günü şimdi bolsun. Ferzentleri köp bolsun. Hizmeti metni yazıpla sulalasına buyursun. Tebriklimen hem beni gelin bilen. Baxtlı bolsunlar. Şiir bilimden de. Rahmat. Faridaxon gelin. Qani. Tabriklaymiz. Neredasiz? Faridaxon. Men ham og'am bilan biyimi, gelin bilan tabriklayman. Hamisha baxtli bo'lsinlar. Xizmati qandosh to'g'ana buyursin. Rahmat. Fazilatxon geling. Rahmat. Men ham shu Juratbek bilan Zalolaxonam baxtliman. Baxtli, saodatli oilalardan bo'lsin. Xursandam bilan Saidabimi yana bir qiz bilan tabriklayman. Xizmatlari bo'lsin, gelinmas qiz bo'lib kelgan bo'lsin. Rahmat hammangizga. Menem ağam bilen biyime baxt dilime ilayim baxtlı boğayla. En yaman günü şundi boğay. Ay rahmat, Xudoyim katta yigit bo'lg'aysiz. Abrorbek, tabriklaymiz ukam. To'ylar muborak bo'lsin. İstesangiz kiring gullagan bog'a. Bog' ichida turib qarangiz tog'a. Gelin poshsha qarang. Sizda bordir shunday ajoyib qaynag'a. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Xursand ağa tabriklayman Seyid abiye gelin bilan. Xizmati buyursa iloyim sizlarga. Og'ayni tabriklayman, baxtli bo'l. Iloyim hammalaringizga xizmatlari buyursin. Shu ro'zgulana sizlardan tabriklayman gelinlar bilan Bahodir ota, Ravshan ana. Yaxshi. Shu hamma yaxshi niyatimiz sizlarga. Baxtli bo'lsinlar, katta rahmat hammangizga. Abrorbek sizga katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlarga ham Xudoyim kuyovlik liboslarni kiymak nasib etsin ukam. Sapargul xolamiz bor ekan davramizda. To'ylar muborak bo'lsin. Men ham shu Xursand bilan Saidani qaynota, qaynona bo'lgan bilan tabriklayman. Shu bog'alarning baxtini, taxtini yana bir. Joni balamı tabriklayman gelin bilan. Qo'sha qaringlar, uzoq yashanglar. Baxtliman deganlardan ham baxtli bo'linglar. Endi xabarimni olib turarsan, o'tganda qaytganda elatdan olib berdim sana.
Sevinçay, tabriklaymiz. Kızım to'ylar muborak bo'lsin. Bekatchilaring siyla kelin bilishini. Sovchi gelib olib ketar bir kuni. Odobli bo'l, bosgan izing gul bo'lsin. Shu qizchani siylasang, farzandlaring ko'p bo'lsin. Sevinçay kızım, to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat, men ham shu og'am bilan biyman, baxt tilayman, baxtli bo'lsin. Shu xizmatlari opama, akama, butun qarindoshlarimizga buyursin. Rahmat. Rahmat, sog' bo'lg'aysiz, Xudoyim salomat bo'lg'aysiz. Azizlar keling endi. Toshkentdan kelgan mehmonimiz bor ekan, Surojbek. Qo'ng'ishlar bor ekan, Kamolbek. Bormilar davramizda? Kamolbek. Surojbek, keling. Tabriklaymiz. Rahmat, qo'ng'ishi gelin bilan tabriklayman. Uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Shu xizmati buyursin. Sizlar birgina qizingiz bor edi, 2 bo'ldi qizingiz. Tabriklayman. Baxtli bo'lsinlar. Rahmat qo'ng'ishlar. Surojbek qani? Jamolbek qani? Jamolbek. Jamolbek yo'qmi? Bo'ladi. G'ulomjon kelavering, keling. Rahmat, men yoshlarga baxt tilayman, baxtli bo'lsin. Rahmat. Xursandjonning do'stlari. Jo'ra, tabriklayman. To'ylar muborak bo'lsin, Xudoyim. Yoshlar baxtli bo'lsin, xizmatlari bersin, o'zlaridan ko'paysin. Endigi shu kunlardan ertaroq vaqt ko'rib o'tiraysan, tabriklab kelib o'tirganmiz Jo'ra. Baxtli bo'lsin yoshlar. Hamisha xonadonda yaxshi kun to'y bo'lsin. Hamma uyda shunday yaxshi kun to'ylar bo'laversin. Xursand, tabriklaymiz do'stim. Shu bog'la qo'shgani bilan qo'sha qarsin. Shu kelasi yildan ertaroq Xudo xolasa shu 5 to'ylarni ham tabriklab kelib o'tirmoq nasib etsin. Tabriklaymiz do'stim. Yaxshi do'stim, tabriklaymiz. Shu 2 yashab baxtimiz baxtli bo'lsin, o'zlaridan ko'paysin. Hamisha shu sana xonadonga yaxshi kun to'y deb kelik, baxtli bo'lg'aylar. Xursand Jo'ra, tabriklaymiz. Shu gelining iloyim qizimdek ko'rgaysan. Baxtli modellarni baxtli bo'lg'ay. Juratbek, abetdagi 2ni qo'yishing kerak, sen bir qo'y. Qala do'stim. Inson uchun tilaklar bisyor. Gar ko'rsangiz chin ravo ko'ring. Elimizda zo'r bir tilak bor. Azizlar, hammalaringiz iloyim, farzandlaringizni rohatini ko'ring. Endi keling Xursandjon, Saidaxon, sizlardan bir ko'nglingizga boqamiz. Boshlagan to'ylaringiz muborak bo'lsin. Ukajonlarim, ko'zlaringiz oydinda bo'lsin. Qaynotalik, qaynonalik unvonlari muborak bo'lsin. Katta to'ylar bersam degan edingiz. Mehmon kutib tursam degan edingiz. Gelin olib suysam degan edingiz. O'ylagan o'ylaringiz muborak bo'lsin. Xursandjon, Saidaxon, boshlagan to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Bu to'ylarni azizlar nasib etgan ko'radi. To'y qilsangiz ina shundayni og'ayin tug'an, do'stiyarlar keladi. Nasib etgan oqtiq, chovliq ko'radi. O'ylagani o'ylaringiz muborak bo'lsin. Boshlagani to'ylaringiz muborak bo'lsin. Bu farzandlarni oqtiq, chovliq ko'rgaysizlari, beshik to'ylar berib murod etgaysizlari, bu dunyoda niyatingizga yetgaysizlari, o'ylagani o'ylaringiz muborak bo'lsin. Xursandjon ekan boshlagani to'ylaringiz muborak bo'lsin. 9 oy ko'tarib keltirsang hayotga, quvonishib to'ylar bersang elatga, o'g'il uylantirib endi yetavergaysizlar murodga, o'ylagani o'ylaringiz muborak bo'lsin. Saidaxon singlim, boshlagan to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Onajoni, darvozadan kirsangiz kulib, kelin yursa hovli supurib, choy uzatsa yugurib kelib, shirin zabon so'zingiz bo'lsin. Saidaxon, shu kelgan gelin size gelin emas, iloyim qizingiz bo'lsin deymiz. Qizcha muborak, tabriklaymiz. Rahmat.
Assalomu alaykum daraxtlanishchilari. Mana bugun bizlarda bir xonadonimizda shunday bir ajoyib kun o'tirdi ekan. Bugunimizda nelar sababchilari shu mana o'g'lim, kelinim shularga baxtliman, baxtli bo'lsinlar, o'zlaridan ko'paysin, qo'shqanlar qo'sha qarsin. Hazlashmang Osfoy. Bu yerda zo'rdan gaplar turganda. Rahmat hammangizga. Молодец. Ajoyib. Do'stlar, qarindoshlar, sinfdoshlar, qo'ng'ishlar, og'aylar, videochilar, sozandalar, powerlar, diktorlar hammangizga kattadan katta rahmat. Xudoyim sizlarni to'ylaringizda bundan ham yaxshi deb bizlar xizmatda turdik. Shu oilamiz bilan, kelinlarimiz bilan birgalikda. Iloyim sizlarni topqanlarimiz birlari ming bo'lsin. Xonadoningizga barakat bersin. Lekin hali to'y qilolmadi lekin. Hali bu yoqda endi qizadi lekin Xudo xolasa, hozir bundan keyin bir qo'shiqdan keyin chaqaloq bo'ladi. Chaqaloqdan keyin o'shan yoqi bajalar uchun bir lezgi bo'ladi. Shunda bizlar bajalarimiz lezgi o'ynab beradi. Hozir gaplarni turibdi. Ana shulardan bir so'z berib berasiz. Молодец. Hammangizga katta rahmat ay. Men bunda turib bo'ladi deb o'ylamadim. Ko'nglimdan ziyod bo'ldi lekin hammangizga katta rahmat. Молодец. Qo'shqan bilan qo'sha qarshilar baxtli bo'lsinlar. Hammangizga bizlar ham shunday xizmatda bo'laylik. Rahmat. Qaynonangni hurmat qilg'ili. Surt kul qovshu ko'zingga. Bir kun kelib qaynonangni g'ami tushar boshingga. Ko'zlaringiz aydin Saydaxon. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Men ham shu bag'alarima baxt tilayman, baxtli bo'lsinlar. Iloyim qo'sha qarshilar ko'p farzandlari bo'lsin. Shu gelin emas, kızım deb kabul etaman shu qizimni. Bir qizim edi, ikki bo'ldilar. Xudoyim qo'sha qarshi farzandlari ko'p bo'lsin. Rahmet hamma qarindoshlarima, hammasine rahmet apa-singillarima. Inobat etga sizlere, sozandalarimize hammasine rahmet etaman. Shu ukalarima hammasine rahmet deyman. Apam, ekemlere, enemlere buyursun hizmetleri. İlayim kardeşlerimize hemmesine buyursun hizmetleri. Vaktıma hemişe sağ yürüsün apam bile ekem. Ömürler uzak bulsun. Şu gelini hizmetlerini görsün hemişe. Rahmet. Rahmet. Xudoyim qudochiliklarınız ming yillik bo'lsin. Şu ikki kudani ağzı birchiligini bersin. Şu farzandlarning baxti kamolini ko'rib quvonib yurmak siz ota-onalarga Allohim nasib etsin deymiz. Yana bir bora ko'zlaringiz aydin, galingiz muborak bo'lsin. O'g'ling bo'lsa polvon bo'lsin, yelkasida vatani. Qizing bo'lsa bir gul bo'lsin, quchog'ida chamani. Baxting bo'lsa quyosh bo'lsin, nurlariga cho'lg'angin. Yoring bo'lsa joning bo'lsin, tomirida uyg'ongan. Baxtli bo'g'aysizlar gelin kuyovlar. Azizlarim, bugungi to'y uchun dasturxon tortganlarga, stol-stullarni tushirib ortganlarga, davramizni charog'on qilib yoritganlarga, shirin shakari, taomlarni pishirganlarga, to'yimizda video tasma tushirganlarga, bozor ujarga deb yelib yugurganlarga, to'yimizga tashrif buyurganlarga, Xursandjonni, Saydaxonni nomidan kattadan katta rahmatlar aytamiz. Bugungi to'y uchun deb yo'l kira xarjlab kelganlaringizga, ko'rganlaringizga, eshitganlaringizga kamchiliklarimiz bo'lsa rozi bo'lasizlar degan umiddamiz. Bizdan esa sizlar Allohimiz o'zi rozi bo'lsin. Mana bugun baxtli kunlarda yelib yugurib xizmatda yurgan barcha azizlara kattadan katta rahmat aytamiz. Qolaversa bugun to'yxonamizda ajoyib kuy qo'shiqlari bilan qizdirganim Ortiqvoy Ro'ziboyev boshchilik bir guruh san'atkorlarimizga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Sog' bo'lsinlar, iloyim.
ko'z tegmasin. Xalq artisti o'g'lonlarni olish iloyim nasib etsin deymiz. Rahmat. Keling kuyovlar, sizlar ham kelaveringlar. Kutib olamiz ota-onalar. Tabriklayman. Gözleringiz aydın. Sulalar hizmeti buyursun. Bir narsani aytish kerak. Haqiqatdan topganlaringiz halol ekan. Chiroyli fayzli to'y berdingizlar. Xudoyim shu to'yxonada o'tirgan hammangizni shunday to'ylarni berish nasib etsin. Xonadonlar to'yxona murodxona bo'lsin. Aqtiqli oldim deb ham telefon etgaysiz, kelib yaningizda xizmat qilish bizlarga nasib etsin. Tabriklayman, qabul qilasizlar tabrikimni. Ana endi dasturni chek. Boshda keling yo'lan uzatamizmi? Boshda qo'shiq. Chaqaloq. Neriski qo'shiqu. Shavatskiymi? Doğrusu men chaqaloq yoshlikda eshitganmandan doğrusu sözünü bilinman ekan. Ruxsat bersangizlar, o'zimni qo'shiqimni aytib bersam. Bo'ladimi? Asa bir yer aytib beraman. Keling yo'la bir görüş basın. Ana undan keyin davom qilamiz. Bo'ladimi? So'ralgan qo'shiqlarni izin aytaman. To'ylaringiz muborak bo'lsin.
xizmeti bersin kelinchakni. Qarindoshlara, ammalari, halalara, o qo'ng'ishlara. Ana endi so'ralgan qo'shiqlarni aytib beraman. Yangi apkam qanadi? Yu Bag'dagul ikkinchi edi. Birinchi so'ralgan egilarman. Egilganga egilarman. Burnum yerga tekkincha. Kekkaydingmi kekkayarman. Boshim ko'kka yetguncha. Do'stlar Allah kaldı, do'stlar Allah o'ynang lazzatim. Hammani yetirsin. Tabrikimiz. Kimsen sen ya, kaşları kara. Sevmeymen dersene, kalına kara. Kimsen sen ya, kaşları kara. Sevmeymen dersene, kalına kara. Egilgenge egilermen, buradan yerge tek gümtemen. Kekeydin ve kekeyermen, başım göke yetkin temen. Egilgenge egilermen, buradan yerge tek gümtemen. Kekeydin ve kekeyermen, başım göke yetkin temen. Dostlarımda bir aşık başkan da pulum. Kimligin bildim, kelte bulganda kulum. Dostlarımda bir aşık başkan da pulum. Kimligin bildim, kelte bulganda kulum. Egilgenge egilermen, burnum yerge tek gümtemen. Kekeydin ve kekeyermen, başım göke yetkin temen. Egilgenge egilermen, burnum yerge tek gümtemen. Kekeydin ve kekeyermen, başım göke yetkin temen. Aklı olun. Tabrikimiz. Şundaylar var hayvanlardan, adetinin farkı yok. Kim bolsana insan bolsan, mensebinli farkı yok. Şundaylar var hayvanlardan, adetinin farkı yok. Kim bolsana insan bolsan, mensebinli farkı yok. Egilgenge egilermen, burnum yerge tek gümtemen. Kekeydin mi kekeyermen, başım göke yetkin temen. Egilgenge egilermen, burnum yerge tek gümtemen. Kekeydin mi kekeyermen, başım göke yetkin temen. Varayım mı? Ha. Gözlerim. Yaşa. Egilgenge egilermen, burnum yerge tek gümtemen. Kekeygenge kekeyermen, başım göke yetkin temen. Bağda gül olsa bağda gül. Çalın. Ha bu tabii. Koyla böyle Kollarında gül terim, yürer dağlı başında. Şu kız yaman çıraylı, ötken gül arasında. Yerleri kızıl gül gül, söylese hayran bülbül. Aslan adını sorasam, gülüm dedim bağda gül. Ben yarım bağda gül, terim yürer dağda gül. Gülçü bağda gül
xursanda o'ynang. Ezgi. Aileviyim. Pereng romal başında. Pereng romal başında. Gencimleri kaşında. Gencimleri kaşında. Özün neçe yaşında. Elem neçe yaşında. Kaygı elem başında. Kaygı elem başında. Mağaradan, mağaradan, mağaradan. Su gelemiş mağaradan, mağaradan, mağaradan. Ene giden aylansın, ene giden aylansın. Göz gidenin yaşından, gözden arka yaşından. Deledeki pahtanım, deledeki pahtanım. Kızlar kıldı yegana, kızlar kıldı yegana. Beni süye yarımdan, beni süye yarımdan. Atam kıldı begana, atam kıldı begana. Boy boy boy, ana göz boy boy boy. Ana göz boy boy boy, ana göz boy boy. Oynamaya gitsin. Kazan kazan oyna. Haydi haydi. Şambaz kovan turlama, 4 yıl yolunu yollama. Haydi haydi. Şavatımızın bir geldi, yağlamanı hurlama. Şambaz kovan turlama, 4 yıl yolunu yollama. Yurtunuzda bir geldi, Allah'manı hurlaman. Yurtunuzda bir geldi, Camanı hurlaman. Alagöz, hey Karagöz. Alagöz gel beri, hey Karagöz gel beri. Derdi var, oynat duran ülkemde yüreğinin otu var. Alagöz, hey Karagöz. Alagöz gel beri, hey Karagöz gel beri. Yiyorum alan ülkesi için. İndi nöbet var.
bağa girin badam var. Aslan gelin adam var. Bağa girin badam var. Aslan gelin adam var. Adam bulsa ne temiş, adam bulsa ne tedir. Vücuduna giderim, hürriyetine giderim. Ana gül, hey kara gül. Ana göz gel benim, hey kara göz gel benim. Ana göz gel benim, hey kara göz gel benim. Ana göz gel benim, hey kara göz gel benim. Ana göz gel benim, hey kara göz gel benim. Ana gül, sağ olsun. Rahman. Çağallak. Usta bilasizmi? Sizlar endi erki xudo xolasa muzikasini beradilar. Bo'laman. Chunki so'zini bilmayman. Yana keladi olsam bir biladigan odam bo'lsa, so'zini yozib bersangiz aytib beraman, yodlab kelib. Matniyazovlar o'yining Çağallak'a. Özbekçesi imanda onu Çağallak'ta. Oynarın. Çağallak, Çağallak, hey Çağallak. Alalmışsan, alalmışsan Çağallak. Hey Çağallak, Çağallak, hey Çağallak. Alalmışsan, alalmışsan Çağallak.
Ana endi ruxsat berasa, soat 5ni kecha qo'ymalım. Keling yo'llarimizda to'ylar bo'lak sadalar arasida. Baxtli yoshlarga kuzatib qo'yamiz. To'ylar bo'lak bo'lsin. Kelin kiyolar qo'sa qarib baxtli bo'lsinlar. Amin. Amin qilalı. Xudoyim shu kelgan gelinimiz o'zlari bilan baxt takkan bo'lsinlar. O'zlari bilan taxt takkan bo'lsinlar. Kattalarimiz aytgandek boshlari aşağı, dilleri yumuşak olup, gücümden saya verip, üzümden meyve verip, Allah'ım oğulma kızımı farzat etetkenden, Xudayım şu toyxonada dua kolaşıp durgan her birimiz, Xudayım aramızda kemçilik olmasdan, şu xanadanını elle toylar bilen kutlap gelip durmak nasip roz eylesin. Her birinizde xanadası toyxona Murat Xanatçılığa xana olsun, hemişe toylarda görüş nasip kılsın. Amin, baxtlı saadetli olsunlar. Şavvat ili, katta rahman. Yaxshi kunlarda görüşelim. Sağ olunlar. Rahmat.